Hammaga salom va nihoyat Qasoskorlar 5 filmining 3-rasmiy tizeri chiqdi va bu tizer X odamlarga bag'ishlangan. Internetda kinoteatrda olingan versiyasi chiqib ketgan edi, lekin men uni umuman ko'rmadim va birinchi marta mana rasmiy treylerni ko'ramiz. Hozirroq videoga like bosing va biz boshladik. X odamlar qaytmoqda. X odamlar maktabi Professor X'niki katta ehtimol. That's all I know for sure. Hamma joy bardak. The question isn't, Xavier are you prepared to die? Xavierni o'zi gapiryapti. The question is, who will you be Patrick Stewart when qaytdi. you close your eyes? Albatta. Magnetomi? Da. Bu Professor X, bunisi mana Ian McKellen. Qariyalar shu yo'lda. Da X-menlar, Qasoskorlar Doomsday'da albatta qaytishadi. Premyera esa 18-dekabr. Okey. Kichkinagina, qisqagina, atigi 3tagina mutantlar ko'rsatildi va Professor X gapirdi fonda. Biz Xavierning maktabini ko'ryapmiz. Hamma joy bardak, qanaqadir urush bo'lgan, jang bo'lgan. Xo'p, mana bu yerda mana lestnitsalar sinib yotibdi, javonlar ag'darilib yotibdi. Xullas, normalniy jang bo'lgan bu yerda. Mana X belgisi, Professor Xavier deb yozilgan so'z bu yerda. Hozir belgisini ham ko'rdik mana. Xavierning maktabi for youngsters. Gifted youngsters. Ingliz tilini bilganlar xullas tarjima qilinglar. Patrick Stewart yana qaytdi. Kreslosi o'sha X odamlarnikiga juda ham o'xshash. Doktor Strange 2da ham ko'rgan edik, faqat unda klassik kursida edi, ya'ni komikslardagi, multseriallardagidaqa. Bu yerda esa o'sha X odamlar kinosinikidaqa o'sha vibe-ni berib turibdi. Mana xuddi o'sha g'ildiragi shaxmat o'ynayapti. Bu katta ehtimol bilan bu temirdan yasalgan, mana ko'rinib turibdi. Ya'ni Magneto buni boshqara oladi. Mana. Lekin Ian McKellen qarib ketma. Patrick Stewart bo'limi xuddi Logan qaytamga Logan filmida qarroq ko'ringan Patrick Stewart. Ian McKellen haqiqatan qarib ketibdi. Qaranglar, Magneto bechara. Oxirgi jang bo'lsa kerak uning uchun. Lekin hali ham kuchi bor. Okey, va hozir devordimi, nimadir? Bizda bu yerda James Marsden yana o'z roliga qaytdi, Siklop roliga. Kiyimini qaranglar, o'sha ko'k, sariq, xuddi komikslardagidek maksimal komiksga yaqin bo'ladi. Va u ko'z oynagini ochdida bor kuchi bilan baqirib, mana Aliya Superman bo'lib ketdi. Lazerni yorug'ligini qaranglar. Mana bu nima? Chumoli odamning oyog'imi? Buchi? Yo, bu strajlar bor-ku, chunki ma'lumotlar chiqib ketgan. Naqang oyoq ikkita, bu tarafda ham bor. Ya'ni bu mutantlarni ovlaydigan strajlar bor-ku, kattaligini qaranglar, haqiqatan bular ham komiksga yaqin bo'ladi. Mutantlar ularga qarshi kurashadi. Bundan tashqari bu yerga Doktor Doom keladi. Boshqa qasoskorlar ham qatnashadi. O'sha Shang-Chi, Kapitan Amerika, qanaqadir voqea yuz berib, hammasi mana shu joyga yig'ilib qoladi. Mana shu joyda katta jang bo'ladi va bu katta ehtimol bilan filmni boshida bo'ladi, ya'ni action bilan boshlanadi film. Xo'p, bo'ldi, tugadi. Kadrni zo'rligini qaranglar, kadrni. Yoyishini. Okey, mana o'sha X odamlar olami kostyumini ko'rdik, kanonik kostyum va Siklop bu yerda X odamlarning sardori, ya'ni kapitani. Komikslarda ham xuddi shunday bo'lgan. Aslida Siklop X odamlar sardori. Kinolarida, oldin biz ko'rgan kinolarida bunday ko'rsatilmagan. Lekin kanonga yana qaytishyapti Marvelda va James Marsden o'z bor kuchini ko'rsatadi. Albatta kutib qolamiz. Maza qildim mana shu Siklop chiqqan joyiga. Keyin yana ma'lumotlar chiqishni boshladi.
Fevralda Super Bowl bo'ladi, o'sha amerikanskiy futbolni anosi. Har yili hamma treyler, tizerlar o'sha joyda namoyish qilinadi va o'sha vaqtgacha mana ekranda chiqdi, qachon bo'lishi, fevralda bo'ladi. O'sha vaqtgacha har hafta Doomsdayni mana shunday 1 daqiqalik tizerlar chiqib borar ekan. Xabarlarga ko'ra, bundan keyingisi Fantastik 4likka tegishli bo'lishi mumkin, keyingisi momaqaldiroqlarga, keyingisi o'zi qasoskorlarga, o'sha Sam Wilsonlarga va oxirgi borib Doktor Doom haqida yoki o'sha Super Bowlni o'zida to'laqonli teaser ko'rsatiladi. Ya'ni biz har doim ko'ramiz, boshida teaser, treyler chiqadi. Xuddi shu narsa Super Bowlda, ya'ni fevralda ko'rsatiladi. Shunda to'liq tahlil qilamiz. Hozir mana reaksiya qilyapman, to'g'rimi? Orasida mana tahlil qilib ketyapman, chunki boshqa tahlil qiladigan narsasi yo'q. Super Bowlda fevralda chiqadigan haqiqiy teaserda to'laqonli tahlil videosi chiqadi, hamma reaksiya ham qilamiz unga. Shunday ekan, hoziroq videoga like bosib qo'ying. Agar bu teaser sizga yoqqan bo'lsa, X odamlar qaytganidan xursand bo'lsangiz, albatta like bosing, fikringizni yozing va yana bir haftadan keyin seshanba kunda yangi teaserni kutib qolamiz. Yangi videolarda ko'rishguncha.